Rivoyat qilishlaricha, bir kishi o'g'lini tijorat safariga yubordi. O'g'il yo'lda borarkan kasal, keksa tulkining yonidan o'tib qoldi. Tulki harakat qilishga ham qodir emasdi. Yigit tulkining ustida biroz fikrlab qoldi va ichida bu zaif hayvon qanday rizq topadi? Menimcha ochlikdan o'ladi, dedi. Yigit shu holda turganida katta arslon o'ljasini ko'tarib kelib qoldi va tulkiga yaqin joyga o'tirdi. O'ljasidan qancha yegisi kelgan bo'lsa, shuncha yedi-da, so'ng qaytib ketdi. Tulki o'zini majburlab o'ljaning qolganiga yetib bordi va undan to'yguncha yedi. Shunda yigit ichida dedi: albatta Alloh taolo barcha maxluqotlarga rizq beradi. Unda nega safar mashaqqati va yo'ldagi qo'rqinchlarga bardosh berishim kerak? Shu tarzda yigit safarini to'xtatib, otasining huzuriga qaytdi va unga ko'rgan narsasini so'zlab berdi. Lekin otasi o'g'liga: sen xato qilding o'g'lim. Men sendan qolganini tulki yeydigan arslon bo'lishingni istayman. Arslonlardan qolganini poylaydigan tulki bo'lishingni istamayman, dedi. Kim odamlar bo'yinlarini unga cho'zishlarini istasa, biror ishni puxta qilishi yoki muayyan sohada mahoratli yoki biror kasbning bilimdoni bo'lib, o'sha ishning chinakam ustasi bo'lishi kerak. Ana shunda unga odamlarning ehtiyoji tushadi. Sayyid o'rnida bo'ladi, qul o'rnida emas. Uning sha'ni arslonning sha'ni bo'ladi. Boshqalardan qolgan narsaga ilhaq bo'ladigan tulkining sha'ni emas.